84 kvadrat plus o'zini 42 kvadratli terrasi qismi bilan bugungi yangi obyektimizni Novostroyka, Yunusobod tumani Sayram ko'chasida shunda joylashgan Xonsaroyi 16 qavatli domi bor, o'sha 4-qavatidagi xonadonimiz. Tayyor, o'zini ko'rayotganingizdek mana shunaqa mebellari bilan qilingan. Mebel texnikalarigacha bor. Bu yoq tarafimizda televizorimizning zonasi, ko'rayotganingizdek televizor, mebellarimiz hammasi qilingan. Bu yoq tarafimizda bo'lsa balkonga chiqarishimiz shunda bo'tan terrasi qismimizga o'tib ketiladi. Hozir terrasamizni albatta video davomida ko'rsatib o'taman. Yangi remont tayyor mebel texnikalari bilan bu yoqda bizani bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz joylashgan, dars qiladigan stol, yotoq, kravat, bu yoq tarafimizda bo'lsa shkaf, xullas hamma mebellari sharoitlari qilib qo'yilgan. To'pli polimizni kollektorlarigacha qilingan. Bu kirganimizda o'ng tarafda kiyimlarni ilib qo'yish uchun qilingan mebelimiz va bu yon tarafimizda bo'lsa kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Texnikali qo'yilgan shkaf mebellarimiz xullas tayyor aka, kiyimlarni olib kelib yashaydigan xonadon bo'lgan. Xo'p, dalshi davom etamiz. Kirdik. Bu yerda bizani razdelniy sanuzyulimiz kir yuvish mashinasigacha ko'rayotganingizdek qo'yib qo'yilgan. Xo'p, to'g'rimizda bo'lsa bu bizani oshxona qismimiz. Oshxonamizda ham xolodilnik, pech, plita, vechishga hamma sharoitlar qilingan. Endi mana eng qiziq joyiga chiqamiz. Bizani terrasi qismimiz ko'rayotganingizdek bu yerda yozgi mebellarimizga chiqib qo'yilgan katta terrasi qismimiz joylashgan. Mana bu Sayram chorrahasi, chap qo'limizni shundoq Sayram bozoriga ketirish, bu yoq tarafimiz bo'lsa o'ng qo'limizni Samara to'yxonasiga ketirish. Yo'l yuzida joylashgan 16 qavatli Xonsaroyi domida 4-qavatida joylashgan. O'zi 84 ga 42 ni qo'shsak 126 kvadrat chiqyapti, общий. Narxi ham zo'r. 126 kvadrat bot. Почти $1000 1 kvadratiga to'laysiz. Chunki 126 ming startli ozgina okam o't beradi. Aka, mana o'zingiz ayting, Novostroyka domda tayyor mebel texnikalari bilan puliga arziydimi yoki yo'qmi? Kommentariyada o'zingiz fikringizni yozib qoldiring. Men bo'lsa joyi egalarining telefon raqamlarini videoni описаниесida yozib qoldirdim.